Do'stlar, To'rt yoqali maktabiga soat 8da o'tyapti. bo'pti. Hozir Nimaga hech turdim? Bunini qo'yib qo'ymadingmi? telefonimni ko'ryapsizmi? Redmi. Buzuq telefon. Ketdim bo'pti men maktabga. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan maktab 2-chi hozir do'stlar maktabga borishimiz kerak. Video like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lib qo'ying, o'la. Ustoz darsga kiribdi-yu. Soat necha bo'ldi ekan? 8:15 ekan. Ustoz, Ha, kirishga mumkinmi? qayda yuribsan? Bol. Dars allaqachon boshlangan. Ustoz, kiraveray. Senga hozir o'ylayman. Bor, burchakka tur. Hop. Birinchi soat ona tili. Voy sen, ona tili deb keldingmi? Yo'q, ustoz uyda qolib ketibdi. O'zing ham qolib ketyapsan-da. Uyda dadang o'qiyapti, yayang o'qiyapti. Yo'q, dadam qozoqda. Gap qaytarma, chekiga qarab tur. Bolalar, bugun ona tilida diktat yozamiz. Sen esa boshqalar chalg'itmay turgin, bo'ptimi? Hop, ustoz. Chalg'itmay jim chekada o'tirib turaman, hop. Bo'pti, boshladik. Anvar. Yo'q. O'zbekiston yozamiz. Bugun O'zbekiston. O'zbekiston bu. Joyiga tur. Hop, ustoz. Shoker. Ko'rdingmi kechagi voqeani? Gaplashma. Hop, ustoz. Bo'pti, joyiga o'tir, ikkinchi takrorlanmasin. Birinchi safarga indamayman. Hop, ustoz. Shu ona tilim qolib ketgan-ku. Yuruvchigam ham yo'q. Davay, yozdilaringmi? Vatan bu. Kichik qonimiz to'kilgan joy. YouTube'da obunachim nechta bo'ldi ekan? 300 tagacha qoldi. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, 300 tagacha qoldi. Voy, telefon o'ynama. Yana bir marta ko'rsam olib qo'yaman. Hop, ustoz. Vatan bu diktat yozlarimmi? Vatan bu kichik qonimiz to'kilgan joy. Bo'ldi, keyingi soat matematika 10gacha 5 minut tarafimiz. Bo'pti, ustoz. Ustoz, men uyga borib kelaman, bo'ptimi? Tez borib kel. Do'stlar, tanaffusam bo'ldi. Voy uka. Ketishini qaranglar. Uyga borib kelamiz. Uyim ham yaqin maktabga. Nima kelding? Uyda narsalarimni olay. Bo'pti, avval keyin tez kel. Narsa aytdi, 5 minutlik tanaffus. Nima olding sandiqdan? Ruchkamni oldim, ruchkamni. Nos oldim do'stlar, nos. Emga aytdim. Keldikmi? Ha, ustoz. Hali 2 minut bor. Dars boshlanishga. 2 minut bormi? Tiltaga tashlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, teparkan. Voy, teparkan bu. Ustoz. Nima? Chekib keldingmi? Ustoz, sizni uraman men. Voy, meni senga aytmayman, meni uryapsan, kasofat. Voy, hammangdan zo'rman. Sinfda eng zo'rni kimdan klashkomi?
Clash Command'dan jo'nda birinchi kim u? Men Qanisan? men zombiman. Senmisan? Ha, Urushasanmi? ustozman-u. Ustoz qarayapti, bo'lsam yirtardim shuni kallangga qo'yardim. Tushunyapsanmi? Men zo'rman. Birinchi men shefman, tushunyapsanmi? Tushunyapsanmi? Aha, bo'ldi, sen shepsan. Ustoz asta-asta chiqib kelay. Voy, kechpatdan bo'lib qolibdi. Nima bo'ldi hozir? Xullas, mana domlayam keldi. Bolalar, bugun maktab yopilar ekan. Bugunchalikka hammalaringga dam bugun. Yes, bolalar. Yes, ketdikmi bolalar? Ha, ketdik. Bo'pti ustoz, bo'pti domla, rahmat sizlarga. Voy, kiysa baqirishib tutib olaman. Bo'pti ketyapman. Voy, narsani qaranglar, kechqurun olib ketibdi. Ayam o'ldiradi endi. Voy, kam turuna keling. Ayam uxladimikan? Sekin kiramiz, ko'rmayapti. Demak, kech keldik sen bola. Maktab endi bu javob berverdi maktabdan. Aldama, sen o'rtoqlaring bilan ko'ttir o'ynab kelgansan. Yo'qol uydan. Iflos eshak. Ayam ham quvverdi. O'rtoqlar. Endi Qosim akanikida qolaman desam, svet yo'qda, Qosim aka ham ketgan. Nima qilamiz do'stlar? Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism chiqishi uchun 10 ta like yig'ib beringlar do'stlar. Uyga ham qaytib olay. Ikkinchi qism chiqadi 10 ta likedan keyin. Bo'pti bolalar.